Sovchilikka kelibsizlar-da. Sizda bulbul bor ekan, bizda bulbul. Ha, yaxshi-da. Ye, obid. Nargiz? Ha, onasini o'zi sinfdoshim qiziga suv cho'p kelib qo'yibsiz-ku. Sizlar tanishmaysizlar? Yo'q, bu xola meni kimgadir o'xshatib yubordi menimcha. Xola? Nargiz, uydamisan? Voy, sindosh qizlarim keldi. Bugun gashtagimiz bor edi. Ha, endi o'ldi. O'g'il bolasini to'shagingiz yo'qmi? Ha, bor. Prosta choyxonaga gashtagga keladigan mujiklari yo'q-da. Voy, qizlar kelinglar. Kakras qizimga sovchi kelgan. Voy, meni bolam shunaqa esli. Birorta qiz bilan gaplashmagan-a? Qo'y. Sen bilan gaplashganmi? Ha. Sen bilan-chi? 2. Men bilan ham 3 yil gaplashgan. Biplos. Mahalga nima xohlasalaring beradi. To'g'rimi? Ha, gelik beraman, gelik. Maktabda remont pulini bermasdi. Gelik go'rdan berasanmi? Kuyov bola yoshga o'xshamaylar. Shu paytgacha nimaga uylanmagan? Voy, qiz tanlayapti. Didi nozik. Voy, didi nozik. Didi nozik. Qurvoqaga nos chektirgan bolada did nima qiladi? O'g'lim o'ta seriozli. Даже bo'lar bo'lmasga kulmaydi ham. Voy, nima seriozli? Uchinchisi sip bo'lganini ham ko'rganmiz-ku. Xullas, siz o'ylab ko'rdik. O'g'lingiz bizga to'g'ri kelmas ekan. Tengi bilan tezak qopi bilan deganlaridek. Men qizimga teng topaman, siz o'g'lingizga qop toping. Kampir shoxlar ey. Hayronman, shuncha vaqtda salom qizini bermadi-ya. Aya sinfdosh qizlarim ekan-ku, 1 yil maqtasangiz ham qizini bermaydi. Nimaga? Chunki bir vaqtlar bular hammasi bilan gaplashganman-da.